Turkiyadan bizga naqd 6 ta korobka yangi tovarlarimiz keldi. Bularni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Bizga ko'rayotganingizdek paltolarimiz kelibdi. Paltoni ham polo paltosi. Mexlarini qaranglar, naturalniy norka qo'yilgan. Nikrashniy naturalniy mahagon svetda. Bu norkani yechib qo'ysanglar, mana shunaqa angliskiy bo'lib qoladi. Uzunligi buni taxminan 70 sm atrofida yosh qizlarimizga zo'r variantlardan kelibdi. Oldilari Do'xportning zolotistый tumachaladi. Ikkinchisiga xuddi shu polo paltomizni temniy korичневый rangida, qo'llariga e'tibor berasizlar. Remellardan ishlatilgan. Aytib o'tganimizdek uzunligi 70 cm da, razmerlari, kichkina razmerlari ham bor. 36 dan taxminan 42-44 gacha kelgan bo'ladi bulardan. Yoqasi nikrashniy naturalniy mahagon svetda bo'ladi. Bu ikkinchi korobkamiz. Ikkinchi korobkamizda ham xuddi shu paltomizni oppoq variantidan ko'rishingiz mumkin. Yoqalari naturalniy norka, astarlariga e'tibor berasizlar. Juda ham sifatli, yaxshi astarlardan ishlatilgan. Bular Turkiyada tikiladi. Uzunligi 70 cm da. Yosh qizlarimizga, sarpalaga juda ham zo'r variant. To'qroq ranglaridan ham bemalol o'qishligi, ishlarga kiyishda bo'ladi. Xuddi shunimizni yana bitta temniy korичневый rangidan. Uchinchi korobkamiz. Uchinchi korobkamizda ham bordoviy rangda, buni sal uzunroqga o'xshayapti. Max Mara brendidan. Bu paltolarimizdan oldin ham keluvdi. Qo'llariga e'tibor berasizlar. Qo'llari mana shunaqa manjetli bo'ladi. Oldilari safsiz taqilmaydigan bo'ladi. Yoqalari angliskiy, uzunligi taxminan shu 120 cm atrofida, juda ham hadovoy paltolarimizdan. Bu korobkamizdan yana bitta yangilik, o'sha onaxonlarimizga juda ham yoqtirishadigan Alicantaradan. Mana shu pitonning o'ziga ko'pchilik kasal bo'lgan. Qo'llariga naturalniy norka ishlatilgan, yoqalariga ham. Buni uzunligini o'zi bilishadi, 80 cm atrofida, razmerlari katta razmerlardan bo'ladi, 6XL gacha. Mana shu vyaskasidan o'zidan juda ham ko'p sotilgan modeli Archa fasonlardan. Bu 4-korobkamiz. Hop, 4-korobkamizda yana bitta temniy korичневый rangda, bu ham sal uzunroqga o'xshayapti. Buni ham uzunligi shu taxminan 120 lar atrofida. Bu boyagi bordoviy paltamizdan temniy korичневый rangda Max Mara brendlarida urilgan. Tikilishlar Turkiya bo'ladi. Safida kashmira bor. Belbog'i bilan kiyaverasizlar. Belbog'ini yechib qo'yib kiysanglar ham juda ham chiroyli turadi. Bularimiz asosan shu qishga, kuzga yengilroq havolarga zo'r paltolarimiz, bular ham qizlarga. Xuddi shu polo paltomizni bejeviy rangidan, tarpaga zo'r variant. Aytganimizdek qo'llari manjet, astarlari yaxshi astarlardan ishlatilgan. Choklariga e'tibor berasizlar, juda ham did bilan ishlangan. Yelkasi spushniy bo'ladi buni va belbog'lari ham bor. Bu 5-korobkamiz. Oqidan ko'ramiz. Bu ham o'sha turetskiy paltamizdan. O'zi ham bir 3-4 xil rangidan kelibdi. Ko'rayotganingizdek xuddi shu paltomizni oq rangidan. Oq paltomizdan ko'pchilik mijozlarimiz so'rashyapti, yangiliklar keladimi deb. Mana shunaqa qo'li manjetli, yoshligi zo'r variantidan yana keldi. Razmerlari 36 dan 44 gacha bor. Va o'sha paltamizni yana bitta qora rangidan. Va oxirgi 6-korobkamiz. Oxirgi korobkamizda kalta variantlaridan seriya paltamizga mana shunaqa kudroviy nikrashniy norka qo'yilgan variantidan. Aytib o'tganimizdek uzunligi 70 cm da, taqilishlari Do'xportning. Bunga ham ajoyib tumachalardan qo'yib qo'yishgan. Yoqalarini yechib ham kiyaverasizlar, maza qilib ishga, o'qishga yoki sarpaga juda ham yaxshi variantlarimizdan. Bitta uzunidan, bitta kaltasidan qo'yib qo'ysanglar, sarpani to'ldirib turadi. Bunimiz ham xuddi shu rangdan, xudo xolisa razmerlaridan bor. 36 dan 42 44 gacha yana bitta ochib ko'rib, sizlarga ma'lumotini berishadi. Bu tovarlarimizning hali narxi chiqmagan. Video tayyor bo'lgungacha narxi chiqib qoladi. Bemalol kommentariyaga narx so'zini yozib ketsanglar, sizlarni narxi bilan tanishtirishadi. Hammanglarni do'konimizda kutamiz.